Aholi bandligini ta'minlash orqali avvalo oilalardagi farovonlik muhiti barqarorlashadi. Byudjet hajmi ham ortib boradi. Shu maqsadda norinlik tadbirkorlarga ham faoliyatini kengaytirishi uchun imtiyozli kredit mablag'lari ajratilmoqda. Abdulbosit Rustamov yosh tadbirkorlardan uncha ko'p vaqt bo'lmadi, xorijda ishlab yurardi. Biroq yaqinlari sog'inchi, ham musofirchilikning zahmatlari sabab oilasi bag'rida turib, shu yerda ishlashni o'ylab yurardi. Ana shu maqsadda hudud hokim yordamchisiga murojaat qilgandi. 3 yil avval unga imtiyozli kredit ajratilib, ish faoliyatini boshlashga ko'mak ko'rsatildi. Faoliyatimiz boshlanganimizda xolos 3 yil bo'ldi. Andijonda ishlab chiqarishni ko'rdik, o'rganib keyin mahalla hokim yordamchisi mana shu Abbos akamning oldiga chiqib, yo'nalishga qiziqishimiz borligini, xo'p, ishlab chiqarishga yo'lga qo'ymoqchiligimizni aytib, tushuntirib, imtiyozli kredit oldik. Xonadonimizni chiroyli qilishdan boshladik. Odamlarning ham qiziqishi ortdi. Shogirdlar chiqardik. Asosan qurilish uchun kerak bo'ladigan xom ashyo ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan Abdulbosit o'z bandligini ta'minlash maqsadida ajratilgan kreditga zarur dastgohlarni xarid qildi. O'zini band qilish barobarida shogird ham chiqardi. Mahsulotiga talab kattaligi bois qo'shni tumanlarga ham yetkazmoqda. Yoshlar daftarida turuvchi ushbu fuqaromiz qo'lida shunaqa hunarmandchilik borligini kredit olib berishda amaliy yordam so'radi. Asbob uskuna sotib olish uchun 33 million so'm kredit olib, hozirda shu fuqaromiz o'zida oilaviy hunarmandchilikni yo'lga qo'ygan. Qachonlardir chetda qiynalib ishlagan Abdulbosit bugun yosh tadbirkor. O'z yurtida, uyida mehnat faoliyati bilan shug'ullanib, oilasi daromadiga hissa qo'shyapti. Asosiysi yaqinlarining bag'rida. Mehnat qilgan o'z yurtida ham qadr topish mumkinligini yosh tadbirkor misolida ko'rish mumkin. Bu kun Hulkar Ismoilova, Namangan.